Tanglikda qolgan Amerikaning Xitoy siyosati. Avtori Mavlon Yasin. Oldingi asrning 70-yillari Amerika-Xitoy munosabati ishiga echilgandan keyin Amerikaning Xitoyga bo'lgan siyosatlarida nurg'un jihatlarda tarixiy zo'r o'zgarish bo'ldi. Lekin o'xshamagan davrda saylangan hukumatlar bir maydonda chang turib kelgan. Xitoyning taraqqiyoti va gullanishi Amerikaning manfaatiga uyg'un. Trump hukumatidan boshqa Clinton, Bush, Obama, Biden hukumatining davlat bexatarligi strategiyasi dokladlarida muqim, ichivitilgan, gullangan, qudratlik Xitoy Amerikaga nisbatan bek muhim deganga o'xshash til ishlatilgan. Lekin Xitoy taraqqiy qilib oldingi o'ringa o'tishi va ikki davlat munosabatining tadrijiy nacharlashishiga ergishib, Xitoyning gullanishi va qudratlik bo'lishi oxirida Amerikaning bexatarlik manfaatiga uyg'un yoki uyg'un emasligidan iborat. Bu Amerikaning strategik nishoniga chetiladigan asosiy masalaga bog'langan sira Amerika siyosatchi va strategiyachilarining ko'p diqqatini tortyapti. 2023-yili 11-oyning 15-kuni Biden bilan Xi Jinping ko'rishishdan burun 20dan ortiq Amerika Kengash palata a'zosi birlikda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Amerika har qanday shakldagi iqtisodiy qutqizish qo'lini Xitoyga sunmaslik kerak. Xitoy Amerikaning davlat bexatarligiga ziyon yetkazib qolmay, yana Amerika iqtisodining gullanishiga buzg'unchilik qilishga intiladi. Xitoyni o'zgartirib bo'ladi degan umid reallikdan ayrilib qolgan xam xiyol. Amerika aqli ambri Xudusun tadqiqot o'rnining davlat bexatarlik masalasini tadqiq qildigan oliy tadqiqotchisi Rebecca Henrik Amerika ovoziga shundoq dedi. Xitoy iqtisodi qiyin ahvolga tushib qolganda Amerika yordam qo'lini sunmasligi kerak. Xitoy davomliq bizni qurbon qilish badaliga iqtisodiy amaliy kuchga erishadi. Bu bizning manfaatimizga uyg'un kelmaydi. Xitoyni davomliq beyitish bizning uzoq muddatlik bexatarligimizga, iqtisodiy mavjud bo'lib turish iqtidorimizga va davlatning egilik huquqimizga hech qanday yordami bo'lmaydi. Pederson xalqaro iqtisod tadqiqot o'rnining savdo mutaxassisi Mari Lovaril shundoq dedi. Bir gullangan Xitoy iqtisodi texmo xatarlik. Mustabid davlat barliq vositalarni qo'llanib o'z maqsadiga yetishga intiladi. John Brookings universitetining professori David Bullmanning ko'rsatilishicha, ikki davlat munosabatining dastlabki mezgilida Amerika Xitoyni tizginlashni o'ylamagan. Agar Xitoyni tizginlashni o'ylagan bo'lsa, Xitoyni dunyo savdo tashkilotiga kirgizib, mangulik normal munosabati o'rnatmaydi. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, Xitoy bilan yaqinlashish va uning taraqqiyotiga yordamlashish Amerikaning manfaatiga uyg'un keladiganligiga gumon bilan qaraydigan bo'ldi. Bu Amerikani bir xil tanglikda qo'yib qo'ydi. Amerikaning ilmiy sohasi uzundan buyon Xitoyning bosh ko'tarishi oxirida Amerikaga tahdid olib kelamdi degan masalaga izchil diqqat qilib keldi. Chicago universitetining professori John Meshamer qatorliq olimlar mundaq deb qarab keldi. Yangidan bosh ko'targan davlatlarning texmi qudratli bo'lmasligiga kafolatlik qilish kerak. Chunki u texmi qudratli bo'lganda Amerikaga tahdid bo'ladi. Amaliyotda John Meshamer 2012-yildan boshlab izchil Xitoy tinch qad ko'tarsa bo'lmaydi. Xitoy bosh ko'tarsa Amerikaning haqiqiy raqobatchisiga aylanadi, krizis cho'qim yetib keladi deb qarab kelgan. Lekin ba'zi olimlar yanada Xitoyni xalqaro jamiyatga singdirib, xalqaro jamiyatning bir qismiga aylantirish kerak deb qaraydi. Cornell universiteti Xitoy va Osiyo Tinch okean tadqiqotlarining mudiri Alan Carislon Xitoy masalasi Amerika bir tanglikda qolgan masala ekanligini tushuntirib mundaq dedi. Xitoy masalasi hamisha soat strelkasiga o'xshash u yoqdan bu yoqqa midirlab turadi. Yillar Xitoyning iqtisodiy darajadan tashqari cho'ng davlat bo'lib qolishdan ansirsa, keyingi minutda yana Xitoy iqtisodining vayron bo'lishining dunyo iqtisodiga akiladigan ta'siridan ansiraydi. Amerika hozir Xitoyning bir qancha xalqaro texnika sohasida birinchi bo'lib qolishni to'sib turmoqda. Hamda bu siyosatning muayyan unumini ko'rdi.
Men bu xil siyosatning 5 yil yoki 10 yildan keyin davomliq unumlik bo'lishidan gumonlanaman. Bu masalada Amerikaning davlat bexatarlik strategiyasi aniq emas. Bu ikki xil ko'z qarash Amerika siyosatchilarining Xitoyga qartilgan siyosatlarini tanglikda tashlab qo'yib kelyapti. Bu turaqsiz bo'lmagan Xitoy biopolitika ahvoli Amerika manfaatiga haqiqiy ma'nodagi o'zgarish olib kelamdi. Bir Xitoy yetakchilik qilgan savdo guruhi Amerika shirkatlarining bozorga kirishni cheklamdi. Agar Xitoyning navbatdagi davolag'ishi cho'nqurlashsa, aslida ostilgan dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatamdi. Xitoyning iqtisodiy ahvoli uning harbiy tavakkulchilik harakatini qo'llanish istikiga ta'sir ko'rsatishi mumkinmi? Masalan, Tayvanga hujum qilish orqali Xitoy xalqining vatanparvarlik ro'yini uyg'otmoqchi bo'lishi mumkin. Yana bir xil ko'z qarash turaqsiz iqtisod amaliyotda harbiy kuch ishiltish mumkinchiligini tuvallatadi. Sobiq Oqsaroy davlat bexatarligi komitetining Xitoy ishlari mudiri, alohida raqobat tadqiqot turining oliy bosh nazoratchisi Liza Topinning ko'z qarashida Xitoyning iqtisodi uning uzun muddatlik ideologiyasidan shakllangan. Ya'ni biz Xitoyni tizginlayli yoki tizginlamayli, bularning hammasi yuzaki hodisa. Xitoyning maydonini tubdan o'zgartirolmaydi. Bu Xi Jinpingning 2023-yili 3-oyda qilgan Amerika boshchiligidagi g'arb ellari Xitoyni har taraflama cheklab, to'sib, besim ishlatib, Xitoyning taraqqiyotiga mislsiz, keskin xiris ilib keldi degan bayonoti bilan birdek. Amerikaning Xitoy siyosatidagi bu aniqsizlik Amerika hukumatining chiqargan nurg'un Xitoyga qartilgan qonun va siyosatlarning amillashishiga to'sqinlik qilyapti. Amerikaning Xitoyni ba'zi sohalarda cheklash va ba'zi sohalarda hamkorlash siyosati uzun muddat davomlashadi. Xitoyning taraqqiyoti va vayron bo'lishi bu Amerika siyosatidagi tanglik, Amerika siyosatchilari va strategiyachilarini tanglikisi kelyapti. 2023-yildagi Amerika-Xitoy diplomat munosabati buning bir misoli. Birinchi, 2022-yili 11-oyning 14-kuni Amerika prezidenti Joe Biden Indoneziyaning Bali orolida o'tkazilgan G27 yig'ini mezgilida Xi Jinping bilan 3 soat ko'rishdi. Bu Bidenning prezident bo'lgandan buyon tunji qitim Xitoy rahbari bilan ko'rishishi. Ikkinchi, 2023-yili 1-oyning 18-kuni Amerika Moliya ministri Janet Yellen Seulda Xitoy davlat kengashining muavin bosh ministri Lu Shi bilan ko'rishdi. Bu Biden bilan Xi Jinpingning Bali orolida uchrashgandan buyon ikki davlat o'rtasidagi eng yuqori aloqalashish. Uchinchi, 2023-yili 2-oyning 2-kuni Xitoyning razvedka sharining Amerika ustidan uchayotganligi va Bidenning uni etishga buyurganligi to'g'risida xabarlar tarqaldi. Bu voqea tuyuqsiz ikki davlat munosabatiga jiddiylik olib keldi. Amerika tashqi ishlar ministri Blinken planlagan Xitoy safarini bekor qildi. 4. 2023-yili 5-oyning 10-kunigacha Amerika davlat bexatarlik majlisi Jake Sullivan Viyanadagi suhbatda Wang Yiga Amerikaning shar voqeasining beti o'rilib ketishini umid qiladiganligini aytdi. 5. 2023-yili 6-oyning 2 va 4-kunigacha Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfo Singapurdagi Shangri-La mudofaa suhbat yig'inida Amerika davlat mudofaa ministri Austin bilan ko'rishishni rad qildi. 6. 2023-yili 7-oyning 8-kuni Amerika Moliya ministri Janet Yellen Beijingga berib, Xitoyning muavin ministri Xi Jinping qatorliq amaldorlar bilan ko'rishdi. 7. 2023-yili 8-oyning 28-29 kunlari Amerika savdo ministri Raymondo Xitoyni ziyorat qildi va Xitoyning Amerikaning Xitoyga eksport kontrolligini azaytish qatorliqlarni rad qildi. 8. 2023-yili 9-oyning 9-kuni Amerika prezidenti Joe Biden Hindistonda o'tkazilgan G27 yig'inida Xitoy bosh ministri Li Chang bilan qisqa suhbatlashdi. 9. 2023-yili 10-oyning 9-kuni
Xi Jinping Beijingda ziyoratda bo'lgan Amerika Kengash palatasi vakillar o'miki bilan ko'rishdi. Bu Amerika parlamentining 4 yildan buyon tunji qitim Xitoyni ziyorat qilgan vakillar o'miki. 2023-yili 10-oyning 22 kuni Xitoyning dengiz soqchi paraxoti Filippinning janubiy dengizida askarlarga narsa kerak to'shig'uvchi 2 paraxoti bilan so'qishib ketdi. Bu Amerikaning agar Filippinga qurolli hujum yuz berganda Amerika Filippinni qo'g'daydiganligi to'g'risida ogohlantirish bayonot berishini keltirib chiqadi. 11. 2023-yili 10-oyning 25 kuni Xi Jinping Beijingda Kaliforniya valisi Wagin Nelson bilan ko'rishdi. 12. 2023-yili 10-oyning 27 kuni Wang Yi Amerikani ziyorat qildi va Washingtonda Biden, Sullivan va Blinken bilan ko'rishdi. İki taraf Biden Xi Jinping yig'inining tafsilotlarini muzokara qildi. 13. 2023-yili 11-oyning 2 kuni Amerika dehqonchilik guruhlari Beijingda munbar o'tkazib, yezi eglik savdosini kuchaytirishga tirishdi. Amerika Balet teatrxonasi 10 yildan keyin tunji qitim Xitoyni aylanib o'yin qo'ydi. 14. 2023-yili 11-oyning 9-10 kunlari Xitoyning muavin bosh ministri Shi Lifeng San Fransiskoga berib, Amerika Moliya ministri Janet Yellen bilan ko'rishdi. Janet Yellen mundaq dedi: "Bu yig'in Biden bilan Xi Jinping o'rtasidagi mo'l mazmunliq boshliqlar yig'iniga asos soladi." 15. 2023-yili 11-oyning 10 kuni Philadelphia orkestri Beijingda o'yin qo'yib, orkestrning 1973-yili Beijingga qilgan tarixiy ziyoratining 50 yilligini xotirladi. Hozir bag'an siri Xitoyni raqobatchi deb qaraydigan ko'z qarash ustunlikni olgan bo'lsa-mu, Xitoyni do'st deb qaraydigan kuchni sal qarashga bo'lmaydi. Bu masalani Amerika va G'arbga texmi aniq tushuntirish Uyg'ur tashkilot va faoliyatchilarining oldidagi bir cho'ng mas'uliyat, majburiyat va funksiya.